Assalamu alaikum hurmatli talabalar, ota-onalar. Alloh taolo cheksin maqtov shukirchilik. Alloh taolo kiygan aqsaydiңарда балдар muborak qilgan bo'lsin, qut qilgan bo'lsin, algan diplominglarda Alloh taolo iyilik qilgan bo'lsin. Alloh taolo kelajakda butun olamga, dunyoga islomda, dinda payg'ambar sunnatini taratishga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Algan ilmingizga amal qilishni Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Mana baldardan shuncha 7 yil yurganlar, yaxshi jurdik, jamon bo'ldi va bizning televizordan ketdi, qo'limizdan ketdi, yaxshi so'z o'tgan bo'lsa ustozlarning atidan, o'zimning atimdan kechirim so'rayman. Alloh taolo ishingizga iyilik bersin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسوله محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وبكل داء شفاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك التقى والعفو والغنى يا ربنا رب العالمين. اللهم şu qilgan talabalar bitiruvchilarga Xudoy taolo umrlarga, rizqlarga Alloh baraka bergin. Kelajaklaring keng qilgin. Kelajak tilagan tilak, o'y maqsadlarni Alloh o'zing bergin. Allohim o'zing islomga, dinga, musulmonlarga kuch-quvvat ber, nutuq ber, g'ayrat ber, shijoat bergin. G'ayri dinlarga g'olib qilgin Allohim. Ta qiyomatga zurriyatimizdan, urfaqlarimizdan olimalarda qori qurra ajrlar chiqargin. Ta qiyomatga Alloh shu masjid madrasalar islomga, dinga xizmat qila turgan Allohning kalomini, payg'ambar sunnatini butun olamga jetsin sevchilardan qilgin. Allohim barizning qilgan ibodatlarni Alloh beriya qabul qilgin. Elimizga, yerimizga, yurtimizga, mamlakatga Alloh taolo o'zing tinchlik, amanchilik ber, intimaq berimdilik ber, iymondalik, to'qchilik, mo'lchilik baraka bergin. Osmondan kela turgan, yerdan, o'tdan, suvdan keladigan baloy, ofat, qirsiqdan Alloh o'zing saqlagin. Allohim o'zing rozi bo'lgan to'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Iki dunyoda Alloh o'zing baxtli qil, iki dunyoda Alloh o'zing sharmanda qilmagin. Oxir demiz bor, la ilaha illalloh ketish nasib etgin. Alloh shu baldarni tarbiyalagan ota-onalaridan umrini Alloh barakali qilgin, dinso'ni chin qilgin. Umrlarini uzun qilib shu baldarning yaxshiligini ko'rish Alloh nasib qilsin. Allohim barizning qilgan ibodatlaringizni, o'qigan namoz, tutgan ro'za, qilgan yaxshi xayriyat ehsonlaringizni qabul qilgin. O'tgan bilib-bilmay bilib turib ketirgan kamchiliklarni o'qib-o'qmay, ko'rib-ko'rmay qilgan barliq gunohlarni Alloh o'zing kechir. Allohim o'zing ikki dunyo baxtli, ikkidan sharmanda qilmagin. Jamoatimizga jamoat qo'shgan Allohim, intimog'imizni bekam qilgin, ustozlarning umrlarini uzun qilgin, dinso'ni chin qilgin. Allohim ustozlarning o'rtada bo'lgan muhabbat, intimoqni Alloh bekam qilgin. Bütün alamda alimlerimizin ortasında muhabbet bergin Allah, birbiriga bo'lgan urmansi bergin Allah. Alimlerimizin ortasını bekam qilgin Allah'ım, intimağını bekam qilgin Allah'ım. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين آمين. الحمد لله رب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.